Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya resene göre Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslah 2022 yıl 9. ayının 19. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetten gep kıladigan bolsak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden yakshanba kuni televiziya NBC televiziyasining yakshanbalik yani 60 minutluk programmasini ziyoratchisini qabul qilganda, riyosatchisining ziyoratini qabul qilganda, yani bu qatam oshkor, ochiqdan ochiq riyosatchining takror savol qo'yishi orqali ochiqdan ochiq oshkora bergan javob. Agar Jungo Tayvan hujum qiladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari askar avatib Tayvanni qo'g'daydi. Shuning bilan hisobda 3-qatam. Yani muhokama bosqichida ko'raylik, vaziyat mana shu yerda tuyuqsizlar emas. 7. ayning 28. kundan hisoblaganda bir oydan keyin ya 40 kunlardan keyin aytaylik, Amerika Jungo munosabatida yangidan paydo bo'lgan bir xil vaziyatning aloyidligi desanglar bo'ldi vatandosh. Avval leksiyalarning o'zini so'zlaylik. Mavzu mundaq: Prezident Joe Biden Angliya podshosi Elizabet II davlat dafni marosimiga qatnashdi. Mavzuli xabar 9. ayning 19. kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden va birinchi xonim Jill Biden dushanba kuni 9. ayning 19. kuni dunyo rahbarlari va podshoh jamiyati bir qism alohida taklif qilingan mehmonlar bilan birlikda Westminster cherkovida o'tkazilgan nihoyatda haybatlik dafn marosimiga qatnashdi. Merhum Padişah Elizabeth II hürmet bildirdi. Padişah Elizabeth'nin Angliya tarixida eng uzun o'ltirgan padişah bo'lib, qo'shgan töhfasini tabrikladi. Prezident Joe Biden va rafiqasi Jill Biden shu kuni Londonga yetib keldi va izchil jimlikni saqladi. Her qanday diplomatik uchrashuvlar o'tkazmadi va yoki ochiq oshkora notoq so'zlamadi. So'zlagan so'zlari faqat 9. ayning 8. kuni 96 yoshida vafot bo'lgan podshoh Elizabet II vafoti to'g'risida so'zlash bilan cheklandi. Aksaray əməldarları Angliyada o'tkazilgan davlat dafni murosimidan burun Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Angliyada yuqori qatlamda 60 yosh yuz bergandan keyin podshoh Charles Uchinchining vazifaga o'ltirishi va Angliya vaziri Liz Trussning vazifaga o'ltirishi bor. Washington, London quyuq munosabat davomlashishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden haftaning 3. kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'ini mezgilida Angliyaning vaziri, yangi saylangan vaziri Liz Truss bilan ko'rishdi. Biz, yani Amerika, Shinimizki podshoh Charles III ve vaziri Liz Truss'ning rahbarligi ostida Amerika bilan Angliyaning alohida munosabati davomlashadi. Biz bu ishdan hargiz ansiramaymiz deb ko'rsatdi davlat bexatarligi bo'yicha bayonotchi Aksaray bayonotchisi John Kirby.